Nima qilmaydi dadajoying, turing endi. Kuyovlarim, men pishganga o'xshayman. O'xshamaysiz, siz aniq pishgansiz o'zi. Vasiyatni eshitdinglar. Endi mashinami? Eshitadigan kunam bor ekan, qaysi uyda, kimga? Meni Shahlo Ahmedovaga uylantirib qo'yinglar. Bu qaysar odam aytgandan qaytmas ekanda. Rostdan qachongacha yuraman, uylantirib qo'yinglar meni ham. Hey, turing undan ko'ra bir aylantirib kelaylik, yotavermasdan uyga ham hidlantirib tashlasiz. Turing endi. Ketaymi? Anaqa kuyov bulutchisi bormi? Bor, nima qilasiz? Uylab olsam bo'ladimi, qo'shib qo'yib ketaman. Mayli, bemalol. Ha, mana. Sevgimni avayla, bu yuragimni o'zingga joyla. Boja, odam qattiq qo'rqqanda xotirasini yo'qotadi deb eshitganman. Balki Shahlo unutaverar. Mana eshitganman va shularni. Hey, zo'r ekan, keyingi safar Shahlo bilan uchaman. Hey, kuyov, qayta tug'ilish iloji bo'lganda Shahloni admini bo'lib tug'ilardi. Undan Shahloni opasi bo'lib tug'ilning, quchoqlashib yurasiz. Ya ustimdan kulmay, o'zi yurak yonyapti, yurak. Kakras ichiz yonayotganini bilib, mana Mikko suvlaridan olib kelganman. Chanqog'izni bittada qoldiradi. Anorli, nokli qaysi biridan ichasiz? Bu o'zimizning milliy mahsulot. Ichiga tabiiy sharbat qo'shilgan. Zo'r ekan-ku. Ha, zo'r suv, men doim ichaman. Siz fikringizdan qaytdingizmi, shuni gapiring. Men uyga borib bitta o'ylab ko'ray. Alo. Kuyov, nima qilyapsiz? Menmi? Yer chopyapti o'zi. Soat 2 da nima qilish mumkin? Uxlayapman. Men uxlamayapman-da. Xohlaysizmi? Butun umrga uxlatib yuboraman. Ya, kuyov onini hal qilib bera olasizmi? Qana odamsiz, soat 2 da Shahlo Ahmedovani qayerdan topib beraman? Yo'q, Shahlo Ahmedov emas, uni Mikko suvlaridan ichkim kelyapti. Zo'r ekan-da. Bang.